Assalomu alaykum, kelajak mediklari. Bugungi paragrafimizda sizlar bilan asoslar mavzusi haqida gaplashamiz. Undan oldin gidroksid degan tushuncha bor, shu haqida tushuntirib o'tishim kerak. Gidroksidlar nima edi? Gidroksidlar tarkibida gidroksil, ya'ni OH guruhi bo'lgan kimyoviy birikmalardir. Ya'ni OH guruhi bor bo'lgan moddalarga, demak, gidroksidlar deb atalar ekan. Ular asoslar bo'lishi mumkin, kislotalar bo'lishi mumkin va amfoter gidroksidlari bo'lishi mumkin ekan. Biz birinchi asoslardan boshlab o'rganamiz. Asoslarning ichiga amfoter gidroksidlarni ham kiritib ketamiz, chunki amfoter gidroksidlar o'zi juda ham oz. Demak, gidroksidlar nima uchun asos, kislota va amfoter gidroksidlarga bo'linadi? Asoslar kimyoviy reaksiyalarga kirishayotgan vaqtida mana bu OH qismi bilan reaksiyaga kirishadi asosan. Shunday moddalarga demak asoslar deyiladi. Kislotalar demak vodorodni chiqib ketishi bilan borganligi sababli kislotalar deyiladi. Kislotalarda faqatgina bunaqa emas, balki qandaydir, misol uchun bir qism va vodoroddan tashkil topgan kislotalar ham bor. Ya'ni bu kislorodsiz kislotalar deyiladi. Bunda ham xuddi shunday vodorod hisobiga boradi. Tushundingizmi? Ya'ni OH-dagi vodorod hisobiga yoki bo'lmasa umuman vodorodning hisobiga borishi mumkin reaksiyalar. Amfoter gidroksidlarida aytilsa, amfoter gidroksidlar ikki taraflama xosani namoyon qiladi. Amfoter oksidni tushuntirganda aytib o'tdim, ham kislota, ham asos. Mana ko'rib turganingizdek, asos kabi OH qismi bilan reaksiyaga kirishi mumkin yoki kislota kabi vodorod qismi bilan ham reaksiyaga kirishi mumkin. Shuning uchun amfoter gidroksidlar deb ataladi. Ana endi gidroksidlarni asosan bizlar asoslar deb almashtirib yuritamiz so'zlar bilan. Chunki kislotalarda vodorodlisi ham, OH-lisi ham borligi uchun bularni kislotalarni alohida mavzu sifatida amfoterda asoslarga qo'shib yuboramiz. Shuning uchun asoslar, kislotalar va undan keyin tuzlar mavzusi haqida gaplashamiz. Amfoterda asoslarga qo'shib yubordik. Asoslarning tarkibi. Demak, tarkibida metal atomi va bir yoki bir necha gidroksil guruhdan, gidroksil degani mana shu OH guruhlaridan iborat tashkil topgan murakkab moddalarga aytiladi. Mana metal atomi va demak gidroksil guruhlaridan tashkil topgan moddalarga asoslar deyiladi. Ya'ni qandaydir metal va OH ni ko'rdingizmi, demak bu asos deyilar ekan. Ushbu sinfga faqatgina ammoniy va fosfoniy gidroksidlar ham kirib ketadi. Ya'ni metal maslardan tashkil topgan, demak bu qismlar, ya'ni fosfoniy va ammoniy gidroksidlar. Ammoniy ion deyiladi, fosfoniy ioni deyiladi. OH bo'lganligi uchun gidroksidlar deb yuritiladi. Bular ham asoslarga kirib ketadi, metallardan tashqari. Metal maslardan tashkil topgan tarkibiy qism yoki bo'lmasa ion desangiz ham bo'ladi. Demak, asoslarning tarkibi tushunarli. Ana endi asoslarning tuzilishiga to'xtaydigan bo'lsak, asoslarning tuzilishi juda ham oson. Metalni valentligiga qaraysiz. Metal bir valentli bo'lsa bitta OH ni biriktiradi, ikki valentli bo'lsa ikkita OH ni, uch valentli bo'lsa uchta OH ni biriktiradi. Va metal OH ni to'g'ridan-to'g'ri biriktirib tuzilishini yozib qo'yasiz. Ya'ni metal yozsa, siz qo'l chizib OH. Mana metalda yozyapman, ikkita qo'li bormi, ikkita OH ni biriktirib qo'yaman. Alyuminiy uchta qo'li bormi, demak uchta OH ni biriktirib qo'yaman. Tuzilishi juda ham oson ko'rib turganingizdek. Ana endi asoslarning nomlanishi. Demak, birinchisi valentligiga qarab nomlasangiz bo'ladi. Xuddi oksidlar kabi, demak, valentligi o'zgarmas bo'ladigan bo'lsa, metal nomiga oksidni qo'shib qo'yardik. Oksidlarda, gidroksidlarda esa, ya'ni asoslarda gidroksid so'zini qo'shib qo'yasiz. Ya'ni metalning nomi, keyin gidroksid so'zi. Metalning nomi gidroksid so'zi. Metalning nomi gidroksid so'zi. Kaliy gidroksid, bariy gidroksid, alyuminiy gidroksid. Nima uchun? Chunki o'zgarmas valentli metal. O'zgaruvchan valentli metal gidroksidlarida, demak, metal nomi, undan keyin valentligi, undan keyin gidroksid so'zi qo'shiladi. Demak, temir gidroksid deya olmayman. Chunki temirda uchi ham bor, ikkisi ham bor. Temir gidroksid deganimda siz nimadir yozishingiz kerak-ku. Temir 3 yozasizmi, ikkisini? Shu uchun valentligiga aytiladi. Temir 3 gidroksid. Chunki mana 3 valentli temir ishtirok etyapti. Mis 2 gidroksid. Demak, misda 2 valentlisi ishtirok etyapti. Metalning valentligi OH-lar sonidan kelib chiqadi. Mana buni valentligi. Demak, 3 degani OH-ning valentligi 1 bo'ladi har doim. Chunki OH-ning strukturasini ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqa 1 valentli, bitta qo'li bor. Endi ikkinchi usulda yunoncha sonlar bilan ifodalash mumkin. Ya'ni OH-lar soniga qarab. Ikkita OH bo'ladigan bo'lsa digidroksid, uchta bo'ladigan bo'lsa trigidroksid. Xuddi oksidlarda ham bordi. Asoslarning toifalanishi. Asoslarni demak suvda erishiga qarab ikkiga bo'lamiz. Suvda eriydigan asoslar va suvda erimaydigan asoslar. Mana bu suvda eriydigan asoslarni yodlab qolish juda ham oson. Biz demak metallarda aytgandik, eslasangiz, oksidlarda, element oksidlarda. Demak, suvda eriydigan oksidlarni aytgandik. O'sha suvda eriydigan oksidlarning, ya'ni suv bilan reaksiyaga kirishadigan oksidlarning asoslari, demak, suvda eriydigan asos hisoblanar ekan. Ya'ni siz oksidlarda suvda eriydigan oksidlarni yodlagan bo'lsangiz, yodlashingiz shart edi o'zi. Yodlagan bo'lsangiz, suvda eriydigan asoslarni yodlagan bo'lasiz.
Shunchaki ularni, misol uchun, litiy oksidini yodlagansizmi? Uning litiy gidroksidi ham demak suvda eriydi. Litiy oksid suv bilan reaksiyaga kirishadi, litiy gidroksid demak suvda eriydi. Tushundingizmi? Ya'ni birinchi, ikkinchi guruh A elementlari faqat beriliy va magniyning demak gidroksidlaridan tashqari qolgan barcha element gidroksidlar suvda eriydigan asoslar hisoblanadi va ular ishqorlar deb ataladi. Ular teriga tushgan vaqtida demak uyish xususiyati borligi sababli uyuvchi demak gidroksidlar deyiladi. Ya'ni misol uchun kaliy gidroksid demasdan uyuvchi kaliy desangiz bo'ladi. Uyuvchi xususiyati borligi uchun, ya'ni tarixiy nomlanish. Natriy gidroksidning uyish xususiyati bo'lganligi uchun uyuvchi natriy deb ketsangiz ham bo'ladi. Keyingisi suvda erimaydigan asoslar bor. Bularga demak amfoter oksidlar esingizdami? Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, asosli oksidlar bor edi, asosli oksidlar. Asosli siz yodlashingiz kerak edi. Asosli oksidlarni biz demak suvda eriydiganga bo'lgan, suv bilan reaksiyaga kirishadiganga bo'ladik, suv bilan reaksiyaga kirishmaydiganga bo'ladik. Suv bilan reaksiyaga kirishmaydigan oksidlar suvda erimaydigan asoslarni hosil qiladi. Takrorlayman. Suvda eriydigan asosli oksidlarning demak asoslari, ya'ni gidroksidlari suvda eriydi. Qolgan asosli oksidlar suv bilan reaksiyaga kirishmasdi. Shu suv bilan reaksiyaga kirishmaydigan asosli oksidlarning demak gidroksidlari, ya'ni asoslari demak suvda erimaydigan asoslar hisoblanadi. Ya'ni bulardan qolgan, ishqorlardan qolgan barcha suvda erimaydigan asoslar hisoblanadi. Ularni ham o'z navbatida ikkiga bo'lsak bo'ladi. Ikkalasi ham suvda erimaydi. Ya'ni hammasi suvda erimaydi. Bularni demak asos xossasini namoyon qilishi va asos kislota xossasini namoyon qilish bo'yicha demak amfoter gidroksidlar va demak asoslarga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni amfoter gidroksidlar suvda erimaydigan asos hisoblanadi, lekin bular kislota xossasini ham namoyon qiladi. Xuddi demak nimalar kabi, amfoter oksidlar kabi. Amfoter gidroksidlarni qanday yodlaymiz desangiz, amfoter oksidlarni yodlaganmidingiz amfoter oksidlarni? Barcha amfoter oksidlarining gidroksidlari, ya'ni OH birikmalari demak amfoter gidroksidlari deyiladi. Shunchaki oson yodlash. Ular ham asos, ham kislota xossasini namoyon qiladi. Va suvda erimaydigan asoslarga kiritib yuborsangiz bo'ladi. Ya'ni suvda eriydimi, yo'qmi deb savol berilsa, yo'q deb javob berishingiz kerak. Ana endi asoslarning olinishi. Asoslarning olinishi, demak, birinchi navbatda metallarning suv bilan natijasida olish mumkin. Siz mana bunisini yodlab qo'ysangiz, qolganini tushunsangiz bo'ladi. Asoslar qanday olinadi? Metallarning suv bilan natijasida. Hamma metallar suv bilan reaksiyaga kirishib asos hosil qiladimi? Yo'q deysiz. Faqatgina yana o'sha 10 ta mashhurlik bor-ku. Suvda eriydigan asoslarning metallari suv bilan reaksiyaga kirishib o'sha asoslarni hosil qiladi. Misol uchun litiy gidroksid suvda eriydimi? Demak, uning metalning o'zi suv bilan reaksiyaga kirishib gidroksidni hosil qiladi. Ya'ni birinchi, ikkinchi guruh A elementlari, ya'ni asosiy gruppacha elementlari, S elementlari faqat beriliy va magniydan tashqari. Mana shu 10 tasi. Demak, suv bilan reaksiyaga kirishib bir valentli bo'lsa, mana bunaqa shaklda reaksiyaga kirishadi, ikki valentli bo'lsa, bunaqa shaklda. Ya'ni bir valentli bo'lsa, bir valentli metal gidroksid, ikki valentli bo'lsa, ikki valentli metal gidroksidni hosil qiladi. Va plus bonusiga vodorod chiqarib qo'yasiz. Metallar suv bilan reaksiyaga kirishsa. Qolgan metallar nima qiladi? Suv bilan reaksiyaga kirishmaydimi? Kirishishi mumkin. Kirishganda ham maxsus sharoit talab qilinadi, ya'ni temperatura ta'sirida. Lekin asoslarning olinishi mavzusiga kirmaydi bular. Ya'ni asoslarni hosil qilmaydi. Qolgan metallar suv bilan reaksiyaga kirishib, oksidlarini hosil qiladi. Qilishi mumkin, qiladi emas, qilishi mumkin. Hammasi ham qilmaydi chunki. Umuman kirishmaydigan, demak, oltin, kumush, platina, palladiy suv bilan reaksiyaga kirishib, ularning gidroksidlarini hosil qilmaydi. Tushundingizmi? Ana endi metal oksidlarning suv bilan ta'siri natijasi asos hosil bo'lishi mumkin. Xuddi o'sha 10 ta metalning oksidi bor-ku, ya'ni mana bularning. Suv bilan reaksiyaga kirishadigan metallarning oksidlari ham suv bilan reaksiyaga kirishadi va gidroksidlarni hosil qiladi. Tushundingizmi? Qolganlari demak suv bilan reaksiyaga hech qanday sharoitda reaksiyaga kirishmaydi. Temperatura ta'sirida ham, boshqa sharoitda ham. Takrorlayman, suv bilan oddiy, ya'ni suvning o'zi bilan reaksiyaga kirishmaydi. Yoniga boshqa narsa qo'shib yuborsangiz kirishi mumkin, lekin to'g'ridan-to'g'ri suv bilan reaksiyaga kirishmaydi. E'tibor beradigan joyingiz, demak, metalning o'zi bo'lganda edi, misol uchun seziyni o'zi bo'lganda suv bilan kirishganda, demak, gidroksidini hosil qilardi, plus vodorod hosil qilardi. Oksidida e'tibor bersangiz, oksidda vodorod hosil qilmaydi. Metalning o'zida, demak, vodorod hosil qilyapti. Shu joyga e'tibor bering. Ikkalasida ham, demak, gidroksid hosil qilar ekan. Ana endi savol tug'iladi. Ustoz, suvda eriydigan asoslarni olishni o'rgandik. Suvda erimaydigan asoslarni olib bo'lmaydimi? Ya'ni misol uchun nikel gidroksidi bor edi, temir gidroksidlar bor edi, to'g'ri? Shularni sintez qilib bo'lmaymi desangiz bo'ladi. Ularni qanday sintez qilamiz desangiz,
shu metalning tuzlariga demak suvda eriydigan asoslarni, ya'ni ishqorlarni ta'sir ettirib olinadi. Bunda almashinish reaksiyasi esingizdan, xuddi o'sha almashinish reaksiyasini yozib qo'yasiz. Natriy bilan nikel almashinadi. Natriy xlorid hosil bo'ladi. Natriy 1, xloran 1 bo'lganligi uchun natriy xlor hosil bo'lyapti. Nikel bunda ekvivalentli OH 1 valentli bo'lganligi uchun nikel 2 gidroksid hosil bo'ladi va cho'kmaga tushadi. Suvda erimaydigan asoslarning deyarli hammasi cho'kma hisoblanadi. Ana endi fizik xossalariga to'xtalib o'tishimiz kerak. Suvda eriydigan asoslarning barchasi deyarli ko'pchiligi oq rangda, suvda eritmasingizdan oldindan qattiq holatda albatta. Nikel 2 gidroksid va temir 2 gidroksid yashil rangda, temir 3 gidroksid qo'ng'ir, mis 2 gidroksid ko'k, mis 1 gidroksid sariq rangda. Ya'ni asosiy ko'p uchraydiganlar, fizik xossalarida berilganlar. Endi kimyoviy xossalarga o'tishimiz kerak. Undan oldin bitta narsani tushuntirib o'tay, yana bir takrorlab o'tamiz aniqroq. Suv bilan reaksiyaga kirishadigan metallar bor-da, o'sha 10 talik, mana shu 10 talik bor-ku. Shularning oksidlari ham gidroksidi bitta misol oldim. Demak, shu metal va shularning metal oksidlari suv bilan reaksiyaga kirishadi. Qolgan metallar kirishmaydi va oksidlari ham kirishmaydi. Faqat kirishardi ayrimlari temperatura ta'sirida ko'rsatdim, hozir orqaga qaytarsangiz. Bu kirishsa faqat gidroksid hosil qiladi. Litiy gidroksid demak suvda eriydi. Ya'ni suv qo'shsangiz eriydi. Qolgan gidroksidlar erimaydi. Tushundingizmi? Mana shu metalning demak oksidi ham, gidroksidi ham suv bilan reaksiyaga kirishadi yoki suvda eriydi. Ko'rib turibsizmi? Demak gidroksidlar suv bilan reaksiyaga kirishmaydi, lekin eriydi. Qolgan gidroksidlar suv bilan demak qolganlar nazarda tutiladi. Qolganlari suvda erimaydi. Qolgan oksidlar, ya'ni mana shu 10 tadan tashqari oksidlar suv bilan reaksiyaga kirishmaydi. Kirishgan taqdirda ham faqatgina metallari kirishi mumkin, lekin kirishmaydi deb olamiz. Kirishganda ham oksidlarni hosil qilardi. Buni alohida yozdim uchtasini. O'shalarni yodlab olsangiz bo'ldi. Qolgan holatlar uchun kirishmaydi deb olasiz. Ko'rdingizmi? Suv bilan kirishadi, kirishmaydi, suv bilan kirishadi, kirishmaydi, suvda eriydi, erimaydi. Shu tartibda demak metallini, oksidini va gidroksidini yodlab olsangiz bo'lar ekan. Sizlar bilan demak asoslarning fizik xossalariga to'xtalib o'tdik. Bu aslida kimyoviy xossa edi, fizik xossa emas. Umumiylashtirib ketdim. Demak, asoslarning kimyoviy xossalari. Demak, asoslarning kimyoviy xossalari degani asoslarga nimadir ta'sir ettirishimiz kerak. O'shanda asos nima o'zgarishga uchrashini ko'rishimiz uchun. Demak, birinchi navbatda kimyoviy xossalarida demak temperatura ta'sirini ko'rsak bo'lar ekan. Suvda erimaydigan asoslar bor-ku. Suvda erimaydigan asoslar temperatura ta'sirida oksidigacha parchalanadi. Misol uchun mis 2 gidroksid, mis 2 oksidini hosil qiladi. Temir 3 gidroksid, temir 3 oksidini hosil qiladi va qo'shimchasiga suv ajralib chiqadi. Temperatura ta'sirida. Suvda eriydigan asoslar bor, ya'ni ishqorlar, misol uchun natriy gidroksid. Ular temperatura oshgan sari parchalanmaydi. Ular agregat holatdan o'zgarishi mumkin. Temperatura oshgan sari demak 323 gradusgacha oshirsangiz natriy gidroksid suyuq holatga o'tadi. Natriy gidroksidning o'sha suyuq holatini 1403 gradusgacha oshiradigan bo'lsangiz, suyuq holatdan gaz holatga o'tib boshlaydi. Bu demak temperatura ta'siri. Ana endi asoslarning kimyoviy xossalari bor. Biz hozir faqatgina reaksiyaga kirishadi yoki kirishmaydi, mana shu narsa haqida gapirib o'tishimiz kerak. Neytrallanish reaksiyasi demak asos va kislota o'rtasidagi reaksiya, asos va kislota. Ya'ni asos deganda faqatgina asos gidroksid bo'lishi shart emas, mana shu asos xossasini takrorlaydigan boshqa narsa ham bo'lishi mumkin. Nima bo'lishi mumkin? Biz o'rganganlarimizda faqat asosli oksidlarni o'tdik, to'g'rimi? Demak, asosli oksidlar ham bo'lishi mumkin ekan. Shunda reaksiyaga demak neytrallanish reaksiyalari deyilar ekan. Demak, asos sifatida nima bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda oksidlar, misol uchun natriy oksidi yoki-da shuni gidroksidi. Keyin asosli xossani namoyon qilish mumkin bo'lgan nima bor edi eslasangiz? Amfoter oksidlar bor-da. Demak, alyuminiy oksid. Bu demak asosli xossani namoyon qiladi dedik. Amfoter oksidi yoki amfoter gidroksidi ham asos xossasini namoyon qiladi. Demak, asos o'rnida mana shu moddalar bo'lishi mumkin ekan. Demak, asosli oksidlar va ularning gidroksidlari faqat suvda eriydigan emas, boshqalari ham, misol uchun temir ham bo'lishi mumkin. Temir 2 oksid yoki temir 2 gidroksid. Ya'ni faqatgina suvda eriydigan ekan degan fikr paydo bo'lmas. Hammasi mana shu ko'rib turganlaringiz hammasi asos xossasini namoyon qiladi. Bularga kislota xossasini namoyon qiladigan moddalar qo'shib reaksiyasi boradigan bo'lsa, mana shu boradigan reaksiyalarga neytrallanish reaksiyasi deyiladi. Misol uchun kislota xossasida nimalar borishi mumkin? O'rtaga katta plyus qo'yaylik. Birinchi navbatda kislotali oksidlarni yodlagan edik, to'g'rimi? Kislotali oksidlar bo'lishi mumkin yoki buni kislotasi. Hali kislotalarni o'rganmadik. Bundan bitta keyingi mavzuda o'rganamiz. Misol uchun shuni kislotasi H2SO4 edi. Suv qo'shib olishimiz mumkin. Yoki-da bo'lmasa amfoter oksidlar, to'g'rimi? Misol uchun alyuminiy 3 oksidi, alyuminiy 3 gidroksid. Amfoter bilan kirishmaydi, ya'ni alyuminiy 3 oksidlarni reaksiyaga kirishtirib qo'ymang. Amfoterlar demak asoslar bilan reaksiyaga kirishadi, asoslar bilan.
kirishganda ham kuchli asoslar bilan reaksiyaga kirishadi. Chunki amfoter xossa kislota va asosni o'rtasida turadi. Ya'ni kuchli asos deydigan bo'lsangiz, undan keyin kuchsiz asos turadigan bo'lsa, undan keyin amfoter turadi. Amfoterdan keyingi kislota demak kuchsiz kislotalar. Ya'ni bu manfiy bilan musbatga o'xshaydi-da asos kislota. Undan keyin kuchli kislotalar. Mana shu tartibda demak xossalar o'zgarib boradi. Ya'ni ortadi, kamayadi degan narsa yo'q hozircha. Demak, amfoterlar kuchsiz asos bilan kuchsiz kislotaga yaqinda, shuning uchun bular bilan deyarli reaksiyaga kirish ehtimoli kam juda. Shuning uchun amfoterlar kuchli asoslar bilan reaksiyaga kirishadi yoki kuchli kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi. Chunki mana bular bilan xossasi yaqinda, xossasi yaqin bo'lgan narsalar o'zaro reaksiyaga kirishmaydi. Shu sababli asos bilan reaksiyaga kirishmaydi ko'p holatlarda. Kislota bilan kirishmaydi ko'p holatlarda. Istisnoli holatlar bor. Amfoter bilan reaksiyaga kirishmaydi. Nima uchun desa, chunki xossasi yaqinda bularni. Ya'ni xossasi bir xil, yaqinda xossasi bir xil. Amfoter mana bular bilan ham kirishmaydi. Ba'zi istisnolar bo'lishi mumkin, lekin umumiy holatlarda kirishmaydi. Sabab nimada desa, chunki xossasi yaqin bularga. Bular bilan xossasi uzoq. Kuchli asos bilan kuchli kislota zo'r reaksiyaga kirishadi. Chunki xossasi ko'ryapsizlar, bir-biridan juda ham uzoqda turibdi. Shu sababli zo'r reaksiyaga kirishadi. Masalan, natriy oksid juda ham kuchli asos, SO3 masalan kuchli kislotani demak oksidi, ya'ni kislotali xossa nomini qo'yish uchun zo'r reaksiyaga ketadi. Tushundingizmi? Asos o'rinda, kislota o'rinda nima bo'lishi mumkin? Amfoter deb yozib qo'ymayman. Men mana bular bilan reaksiyaga kirishadi degan nazarda yozdim. Tushundingizmi? Kislota o'rinda demak kislotali oksid kislota yo amfoter oksid amfoter bo'lishi mumkin. Amfoter oksidlar asoslar bilan reaksiyaga kirishadi. Amfoter oksidlar demak kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi. Amfoterlar asoslar bilan kislotalar o'zaro reaksiyaga kirishaveradi. Tushundingizmi? Bu demak neytrallanish reaksiyasi umumiy hozircha tushuntirdim. Kirishadi, kirishmaydi deb. Biz kislotalarni o'tganimizdan keyin reaksiya tenglamalarini yozib ko'rsatib beramiz. Demak, bu asoslar mavzusi edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.